20-asr boshida Yevropa ocharchilik xavfi bilan yuzma-yuz turardi. Qishloq xo'jaligidagi mavjud resurslar hajmi cheklangan, tabiiy nitratlar zaxiralari kamayib borayotgan edi. Aynan shu davrda nemis kimyogari Fritz Gaber buyuk kashfiyot qildi. U azot va vodoroddan amonyak olishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu ixtiro natijasida sun'iy o'g'itlar ishlab chiqarish sohasi keskin oshgan. Natijada Yevropa ocharchilikdan qutqarildi. Bugungi kunda yer yuzidagi aholining 50% shu texnologiya tufayli yetishtirilgan oziq-ovqat bilan yashaydi. Ammo aynan shu kimyoviy asos portlovchi moddalar ishlab chiqarish uchun ham zarur edi. Natijada bir xil ilmiy yechim ikki xil yo'nalishda ishlay boshladi. Biri hosildorlikni oshirish, ikkinchisi urushni kuchaytirish. Fritz Gaber ilmni vosita deb bilardi. 1914-yilda Birinchi jahon urushi boshlangach, u Germaniya harbiy loyihalariga qo'shildi va kimyoviy qurollar ishlab chiqish ishlariga rahbarlik qildi. Uning fikricha, yangi qurollar urushni tezroq yakunlashga yordam berishi mumkin edi. Gaberning bu yo'li uning oilasida keskin qarama-qarshilikni yuzaga chiqardi. Chunki Gaberning rafiqasi Klara Immerwahr ham olima bo'lib, erining ilmi harbiy vositaga aylantirilishiga mutlaqo qarshi edi. Klara Immerwahr 1870-yilda Prusiyada tug'ilgan. Otasi kimyo bo'yicha ma'lumotli inson bo'lib, qishloq xo'jaligi bilan shug'ullangan. Klara bolaligidan ilmga chanqoq edi. Biroq u ulg'ayayotgan davrda Germaniyada ayollar uchun ilm yo'li deyarli yopiq bo'lgan. Universitetlar ayollarni rasmiy talaba sifatida qabul qilmas, jamiyatda ayollar laboratoriya emas, oshxona ishlari bilan band bo'lishi kerak degan qarash ustuvor bo'lgan. Shunga qaramay, Klara o'z yo'lidan qaytmadi. 1890-yillarda Breslau universitetida tinglovchi sifatida qatnasha boshladi. Har bir ma'ruza uchun professorlardan alohida ruxsat olishga majbur edi. Bu oddiy ta'lim emas, tizimli cheklovlarga qarshi kurash edi. 1898-yilda u doktorlikdan oldingi eng murakkab imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirdi. 1900-yil 12-dekabrda esa kimyo fanlari bo'yicha doktorlik darajasini oldi. Klaragacha Germaniyada ayollardan hali hech kim buning uddasidan chiqmagan. Uning ilmiy tadqiqot mavzusi og'ir metalli tuzlarning eruvchanligini o'rganish bo'lgan. Ushbu darajani olgan Klara haqqoniylik prinsipiga doim amal qilish va hech qachon odamlarning e'tiqodlariga zid narsani o'rgatmaslikka va'da bergan. Ko'p o'tmay Klaraning eski tanishi Fritz Gaber unga turmush qurish taklifini bildiradi. Bu vaqtda Gaber Karlsruhedagi Texnika universiteti ma'ruzachisi va professor assistenti bo'lib ishlardi. Klara 3 kun o'ylab rozilik beradi. Men hayotda barcha qobiliyatlaringni rivojlantirib, hayot beradigan imkoniyatlardan maksimal foydalanishga intilsanggina yashashga arziydi deb hamisha ishonardim. Shu sababli men unga turmushga chiqdim, deb eslaydi u keyinchalik. 1901-yilda Gaber va Klara turmush qurishdi. Klara nikohdan keyin ham ilmiy faoliyatni davom ettirishni rejalashtirgan edi, ammo real hayot boshqacha kechdi. Farzand tug'ilishi, uy ishlari va jamiyat bosimi uni laboratoriyadan uzoqlashtirdi. U ilmni butunlay tark etmadi. Erining ilmiy ishlarida faol ko'maklashdi, maqolalarni tahrirladi, tarjimalar qildi, hisob-kitoblarni tekshirdi. Fritz Gaber 1905-yilda chop etgan Gazli reaksiyalar termodinamikasi kitobida rafiqasining hissasini alohida qayd etgan. Ammo bular uning ko'nglidagi bo'shliqni to'ldira olmadi. Klara o'zini aqlli xizmatkordan boshqa hech kim emas deb his qilgan. Bu orada Gaberning karyerasi tez o'sdi. U professor bo'ldi. Keyinchalik Berlindagi Kaiser Wilhelm institutiga rahbar etib tayinlandi. Gaberning ilmiy muvaffaqiyati ortib borar, Klara esa o'zini tobora chetlashtirilgan his qilardi. 1909-yilda Gaber sanoatda azot va vodoroddan amonyak olish uslubini ishlab chiqdi. Bu kashfiyot tom ma'noda Germaniya va butun Yevropani yaqinlashayotgan ocharchilikdan qutqardi. Endi hukumat tomonidan Gaberga kashfiyot orqali ommaviy qirg'in uchun kimyoviy qurol yaratish vazifasi yuklatilgandi. Fritz o'z maqomini yo'qotishdan cho'chib, yangi qurol qurbonlarini keskin kamaytiradi. Germaniya g'alabasini kafolatlaydi va shu tariqa urush tezroq to'xtaydi degan qarashni ilgari surdi. U bu qarorini shunday oqlaydi: olim tinchlik davrida dunyoga tegishli bo'ladi, urushda esa
o'z yurtiga. Birinchi jahon urushi boshlangach, Gaber kimyoviy qurollar dasturiga rahbarlik qildi. 1915-yil 22-aprelda Belgiya hududidagi Ypres yaqinida fransuz-ingliz ittifoqchilariga qarshi Gaber boshchiligidagi gazli hujum amalga oshirildi. Bu tarixdagi eng keng ko'lamli kimyoviy hujum edi. Taxminan 5000 askar bo'g'ilib halok bo'ldi. Yana 7000 nafari bo'lsa kuyib, zararlandi. U laboratoriyada o'tkazilgan sinovlar natijasida zaharlangan hayvonlarni ko'rgan. Gazning dahshatli ta'sirini tushungan edi. Klara uchun bular ilmiy tajriba emas, haqiqiy qirg'in edi. Ammo bularni to'xtatish uchun hech nima qila olmasligidan kuchli iztirobga tushadi. U erining faoliyatini fan ideallarining buzilishi deb atagan. Gaber esa o'z pozitsiyasidan qaytmagan. Gaber 1915-yil 1-may kuni Berlindagi uyida xlorni urush maydonida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazgani sharafiga ziyofat uyushtiradi. Klara uchun esa bu ziyofat minglab odamlarning o'limini nishonlash bilan teng bo'lib, uni shaytonlar bazmi deb atagan. Mehmonlar va Gaber bazmi jamshid qilayotgan yarim tunda Klara erining xizmat qurolini olib bog'ga chiqdi. Avval sinab ko'rish uchun bir marta o'q uzdi. Ikkinchi nishonni esa o'ziga qaratdi. O'q ko'kragiga tegdi. U darhol vafot etmagan. Bir muddat qon yo'qotib, 13 yoshli o'g'li Germanning qo'lida jon bergan. Umri ruhiy iztiroblar bilan o'tgan German ham onasining vafotidan 31 yil o'tib o'z joniga qasd qilgan. 1918-yilda Fritz Gaber ammoniak sintezi uchun Nobel mukofotini oldi. Uning kashfiyoti global qishloq xo'jaligini o'zgartirib, millionlab odamlarni ocharchilikdan saqlab qoldi. Yashab turgan asrimizda ham 4 milliard odam uning ixtirosi tufayli oziq-ovqat bilan ta'minlanadi. Fritz Gaber 1934-yilda Shveysariyada vafot etgan. Ikkinchi jahon urushi oldidan uning kimyoviy qirg'in vositalari nemislar qo'liga o'tib, fashistlarning gaz kameralarida ishlatilgan va hatto Gaberning bir qancha do'st va qarindoshlari ham shu tarzda o'ldirilgan. Klaraning esa ilm tarixidagi izi boshqacha. U buyuk kashfiyot yoki ilmiy maktab qoldirmadi. Klara butun insoniyatga ilmning ham chegarasi borligini aytdi va bu g'oyani o'z hayoti bilan tasdiqladi. Hikoyamizning xulosasi aniq. Bitta ilmiy kashfiyot bir tomondan hayotni saqlab qolsa, boshqa tomondan uni yo'q qiladi. Qaysi yo'lni tanlash odamzodning o'ziga bog'liq.